Bizda olib qo'ygan Gentra mashinamiz xudo xolos tayyor bo'ldi, ijaralariga topshirib yuboryapmiz. Ko'rishlaring mumkin, mashina просто olov bo'lib ketdi, yonib ketdi. 3 etap detailing polirovka, 2 etap keramikamiz, 1 etap har doimda jiddiy siklonlarni berdik. Kapot brom bo'lgan, far amerikanka qo'yib berdik, yangi bamper xizmat qilib berdik. Bu yangi far qo'ygandan keyin обязательно ustiga bron tortib olish kerak. Ikki kolenkalari brom bo'lgan. Akalar, mashinani qaranglar. Bu mehnatga mana bunaqa yurakchadan bitta qizartirolmaslarning bo'lmaydi. Salonlarini ham chiroyli ximskalarni qilib berganmiz. Ko'rishlaring mumkin, mashina naprotiv tepalarini qaranglar buni. Nima bo'lib turishini. Akalar, shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol 110 tuningga cho'chimasdan olib kelaverasizlar. Ishlar sifatli, chiroyli qilib, garantiya qilib beramiz.